oka to'xta, mana shu mashina siz so'ramadingiz. Yangi bongo so'raganlar uchun. 2024 11-oy. 6008 kilometr yurgan mashinamiz. Turishini qarang. Oppoq. Toychoqmi deyman-da bu mashina. Balonlari holati yangi zavoddan chiqib, akam ishga qatnaganman xolos dedilar. Haqiqatan ham ishga qatnagan ekanlar. Mashinamiz xudo xolasa korobka avtomat, Euro 6. Abagrev, Abdu, rollari qiziydi. Bakovoylar qiziydi, avtomatik ochilib yopiladi. Полоса держания. Akalar, mana buni ko'ringlar. Sizlar. Mana. 6008 km. Yangi logotiflarda mashinamizda to'xtalish hamma funksiyalari bor. Mana orqasiga lekin ishqoz bo'ldi. Bitta ham yuk yuklamagan ekanlar akamni. Orqasini qarang. Zo'rligini. Mashinamiz propan gaz. Xo'p. Lekin mana ularni ham o'zi uchun tayyorlab qo'ygan ekan. Mana. Mana. Aka, buni o'ptirib soqqani bosasiz-ku akam. Xudo xolasa bu mashinani oldik, Andijonga ketadi inshaalloh. Andijonning ko'chalarida ko'rib qolsani, babaq qilib o'tib ketasizlar. Akamga buyruq nasib qilsin. Narxini aytib o'tib ketaman. Xudo xolasa Koreyadan $15,000 ga sotib olyapmiz. O'zbekistonga, Namanganga yetkazib olib berish bilan $8,000 ga yetkazib olib beramiz. Rastamashkalar alohida chiqadi. 13,000, 14,000 atrofida chiqadi. Murojaat qilinglar, sizlarga ham xuddi shunaqa oppoq toychoqlardan jo'natib beramiz. Xudo xolasa aloqadamiz. Kuningni yaxshi o'tsin. Lekin mana ularda ham nikellar bo'lib ajoyib turgan ekan. Mahallarga o'zim o'ldim o'zi ham bor. Bakovoylargacha nikel qo'yib, bu yoqlarda ham nikel qo'yib. O'zi navorotlandimda hisob kitob qilsa, примерно aka o'zi $500-600 pul sarf qilib qo'ygan ekanlar mashinaga. O'zim bilaman degan ekanlar. Eng qizig'i tagini ko'rsatmayman-da bu mashina. Tagini ko'ringlar. Taglar udarligini mashina. Xudo xolasa aloqaga chiqsanglar bo'ladi.